Assalomu alaykum. Realtiyaga giloslaringizni ko'rsating deyishyapti ko'pchilik kommentariyada. Mana Realtiyaga giloslarimiz 2025-yil. Mana olgan mevalari, daraxt. Daraxt yoshi 5 yosh. Solgan mevalariga bitta baho berib qo'yinglar. Quyib qo'ying mana shu bir dona shox mana. Keyingi shoxlar hammasi quyib bo'lgan. Tana bo'ylab mevani ko'rib o'tishlar mumkin. Endi bular oldi sarg'ayishga boshladi, 26-27 dan uryapti. Shu qizil sariqlik paytida uziladi. Buni ko'pchilik juda yaxshi biladi. Gilos bo'yicha juda ham seri hosil meva qaranglar. Mashalloh. Mana Mana mevalar 2025-yil 25-aprel sanasiga ko'ra solgan mevalarga bitta baho berib qo'yinglar. Tana bo'ylab quyib meva olgan. Hosildorligi zo'r. Kilos ta'mi bor uji, lekin birinchilarda mo'ljallab turibmiz pishishlariga mana. Mana. Bog' umumiy maydon bo'yicha 400 tup ekilgan. Juda ham sifatli hisoblayman o'zim ham. Mevani mana o'zlaringlar ko'rib o'tishlar mumkin. Juda ham yaxshi, sifatli bog'lar. Kega bu usulda tarbiyalangan. Suv oqimida ichadi. Hosildorligi juda ham zo'r. Mana shu meva. Hammasi. Buni ko'pini bargi to'sib turibdi. Realtiyaga gilos bo'yicha kuchlik, eng erta pishar sort. Hosiliga ham gap yo'q. Meva qo'shmaqlik bo'yicha 2% hisoblanadi va bo'ladi, iloji yo'q. Endi bitta plus tarafi erta pishadi, bozorga birinchi kirib boradi, ko'pchilik yumshab ketadi deyapti. Bunaqa yumshab ketishlar yo'q, xudo xolasa 2 yildan beri sotilyapti massiviy. Bunaqa yumshab ketishlar yo'q. Endi bitta minus tarafi qushlarda ochlik paytida pishib qolyapti. Shu qushlardan asrab olsangiz 100 ming so'm, 120 ming so'm atrofida mevalar sotilyapti. Kilos qo'yib tashlagan, qo'yib. Mana qaranglar, buni probatga baylab qo'yganga o'xshaydi. Lekin juda ham zo'r mash mevalar. Realtiyaga meva bo'yicha eng zo'r, eng erta pishuvchi meva. Gilos bo'yicha, narx bo'yicha ham birinchi shu giloslar ochib beradi. Hosildorligiga xudo xolasa ko'z tegmasin, gap yo'q. Mana hamma daraxt olib kelib ko'rsatyapman. Mevalar zo'r. Mevani quyib tashlagan. Hammasida. Bir tupda olgan gilos 20 kilo, 25 kilo atrofida gilos olgan, 30-32 atrofida kalibr bo'ladi. Qo'shmag'i bo'ladi, bo'lmaydiganlar adashyapti. Realtiyaga bitta ham qo'shmag'i yo'q deganlar. Chunki hamma sortda 3% hisoblanadi. Qo'shma
Lekin zo'r shu holatda ham. Mevalar zo'r. Birinchilarga pishadigan umiddamiz. Xudo xolasa pishganda birinchi narxi necha pul ochildi, necha pul uzilyapti yiliga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Like, podpiska bosib, kuzatib borishda davom etib turinglar. Shukrlarga yetkazganiga shukr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatib borishda davom etinglar. Buni ishonchli ko'chatlari bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. 99lik 346 46 99 raqamiga bog'lanaverasizlar. Agrobog' vodiy uchun maxsus. To'liq ma'lumotlar Telegram kanalida beriladi. 100%. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.